Mana kovboylar pistoletini qaranglar. Mayda kimnidir patinkasini yarimay yotibdi. Kimga agar kerak bo'lsa kommentariyada menga patinkani yarimi kerak deylar, men sizlarga jo'natib yuboraman. Mana uni funksiyasi nima ekan akalar? Bu krushkamikan yo garshoymikan onayni nima shuncha ham katta bo'ladimi? Yo birdaniga ikki funksiyada ham ishlatsa bo'ladimikin ha? Ayollar Amerikada ham ayollar tinmay vala qilib turishibdi, lekin mashitgacha kelyapti ishoninglar. Qaysidir biri ham qo'ltig'iga shu antiperspirant ishlatmaganmi deyman, tug'ilganidan beri bilan. Lekin bez sarkazm, bez prikol aytaman akalar, eng chiroyli, eng toza o'ziga qarab yuradigan qizlar bu o'zimizni o'zbek qizlar ekan. Bularda shuncha sharoit bo'lsa ham bilad bir o'limli hidi kelib turadi ba'zilaridan. Lekin oxirgi paytda akalar juda ham ko'p shirinlik yeydigan bo'lib qolganmi? Mana nima daf? Men ish qilib shokolad bo'limidamanmi? Buni sovuni bo'lmasmidi? Men hozir Head and Shoulders degan bitta jivachka sotilmayotgan bo'lsa bo'ldi biladi. O'zimizni qizlarga paxta qo'yapti. Niyati buzuq shekilli.